ham qonun chiqardi, samovoljno kelib nelegalni kelganman, samodeportatsiya qilsa unga $1000 davlat tomonidan to'lanib, bileti tekin bo'ladi. Kim o'zi ketaman deb kelsa. Ob'явлениясini. Da, kommentariyda aniqsa o'qidim. Yozyapti, men bilan ishlaydigan er-xotin har 5 yil mana shunaqa qilishadi, deyapti. Anaqa qilishadi, bu yoqqa kelishadi, ishlashadi, 1-4 yil ishlaydi, keyin отпускаga bormoqchi bo'lsa, samodeportatsiya qiladi, soqqani oladi. Yana qaytib kimga yetib oladi, uyga keyin yana Ozabordan oshib kirishadi. 1-2 oy dam oladi, keyin yana kirib olishadi. Qayerdadir o'qidimda, shu O'zbekistonga primer bo'ldi, boshqa davlatlar uchun yaxshi primer bo'ldi. Davlat o'zi to'lab berdi bularni samolyotda qaytib Yo'q, yuborish. lekin O'zbekistonda ham yaqinda eshitdim, mana shunaqa qaytgan odamlar возместить qilib berish kerak bo'ladi. Ya'ni pulni qaytarib berish kerak bo'ladi. O'zbekiston to'lagan pulni. Ya'ni biletini to'lab beradi-ku O'zbekiston. O'zbekiston puli kerak bo'ladimi? Shu pulni hamma rasxodlar bilan hammasini qoplab berish kerak bo'ladi.